Elland Road, proyektorlar yoqilgan, Premier Liga oqshomi. Bir tomonda formadagi Manchester City, ikkinchi tomonda so'nggi haftalarda mag'lubiyatni deyarli unutgan Leeds United. Savol oddiy emas. Bu o'yinda hal qiluvchi figura kim bo'ladi? Hollandning gollarimi? Yoki himoyadagi yangi ishonch Abduqodir Husanovmi? Assalomu alaykum. Bugun Leeds United Manchester City uchrashuvi oldidan taxminiy tarkiblar, taktik kurash va ayniqsa Abduqodir Husanovning roli haqida batafsil gaplashamiz. Agar sizga shunday chuqur va sifatli futbol tahlillari yoqsa, hoziroq like bosib, kanalga obuna bo'ling. Leeds so'nggi safarda Aston Villa bilan 1-1 hisobida durang o'ynadi. Eng qizig'i, oqlar oxirgi 14 liga o'yinida atigi 2 marta mag'lub bo'lgan. Bu barqarorlik belgisi. Daniel Farke jamoasi intizom va pressing evaziga ochkolar yig'moqda. Darvozada Karl Darlow o'ynashi kutilmoqda. U Arsenalga qarshi xatodan keyin o'zini tiklab oldi va Villa qarshisida ishonchli o'yin ko'rsatdi. Tenglashtiruvchi golda esa deyarli aybi yo'q edi. Markaziy himoyada Joe Rodon o'z o'rnini saqlab qoladi. Villa golida birinchi kontaktda yutqizgan bo'lsa-da, umumiy o'yini yaxshi edi. Uning yonida Jaka Bijol tushishi mumkin. Ayniqsa jismoniy kurashlarda foydali variant sifatida. Chap markazda Pascal Struik jarohatdan qaytgach muammosiz o'ynadi. O'ng qanotda Jayden Bogle ko'proq himoyaviy vazifa bajaradi, lekin qarshi hujumlarda tezligi bilan muammo tug'dirishi mumkin. Ammo asosiy e'tibor Manchester City tomonida. Pep Guardiola jamoasi so'nggi 15 liga o'yinida atigi bir marta mag'lub bo'lgan. Teskari o'yinda ular Leedsni 3-2 hisobida yengandi. Demak, bu safar ham temp va to'p nazorati City tomonida bo'lishi kutilmoqda. Va aynan shu yerda Abduqodir Husanov nomi oldinga chiqadi. City himoyasida o'ynayotgan o'zbekistonlik markaziy himoyachi yuqori chiziqda o'ynash, keng hududni yopish va tezkor hujumlarga qarshi kurashishda juda muhim figura bo'lishi mumkin. Leeds o'tishlarda xavfli, ayniqsa Aronson kabi harakatchan futbolchilar orqali. Husanovning ustunligi tezlik va jismoniy kurash. U baland pressing ortida qoladigan bo'sh hududlarni yopish, birga bir vaziyatlarda sovuqqon harakat qilishi kerak bo'ladi. Oldinda esa albatta Erling Haaland. Norvegiyalik hujumchi jarima maydonida yarim imkoniyatdan ham gol yasay oladi. Agar yarim himoya ustunlik qilsa, Haaland uchun vaziyatlar topiladi. Demak, o'yinning ikki asosiy nuqtasi: Cityning top nazorati, Husanov boshchiligidagi himoya barqarorligi. Agar Husanov tezkor o'tishlarni to'xtata olsa, City uchun bu o'yin nazorat ostida o'tadi. Aks holda Elland Road'da kutilmagan ssenariy yuz berishi mumkin. Bu o'yinda asosiy figura Holland bo'ladimi yoki himoyada Husanovning ishonchliligi hal qiladimi?